То, что я dam сегодня-завтра, man bugun ertaga beradigan tema и инициация, тема va mavzu va initsiatsiyalar, они очень глубинные, серьезно относитесь к этому, ular juda chuqur, bunga juda diqqatli qarang. Раньше, oldin, чтобы я сильно в вас трансформацию включила, chuqur transformatsiya ko'tarib tashlashim uchun, мне надо было 5 дней минимум, manga kamida 5 kun kerak bo'lardi, чтобы я с вами встречалась, siz bilan uchrashishim kerak edi. И вам надо было минимум 2 недели работать над этим. Va siz undan keyin kamida 2 hafta ishlashingiz kerak edi. Вот тогда были бы сильные трансформации. O'shanda kuchli transformatsiya yuzaga kelardi. Вот. А сейчас, hozir мне приходится так, hech narsa unaqa kerak bo'lmayapti. Одного урока достаточно, чтобы человек полностью к чему-то пришел. Bitta dars yetarli bo'lyapti biror bir narsaga erishish uchun. У нас сегодня тема страха, qo'rquv mavzusi, tema остановки, да, что нас останавливает, nima bizani to'xtatadi, что нас удерживает, nima bizani qo'l-oyog'imizni bog'laydi. И сколько можно так жить? Va yana qancha yashashimiz kerak? Да. Если вы еще не стали богами, да, и agar hali yaratuvchi bo'lmagan bo'lsangiz, то есть если вы уже не создаете свою жизнь, o'zingizni hayotingizni yaratishda davom etmayotgan bo'lsangiz, значит вас в этом году заставят. Demak, bu degani sizni bu yil majburlashadi. То есть вас заставят создавать вашу жизнь, hayotingizni yaratishga и взять эту ответственность va bu javobgarlikni olishga. Ozgina gaplashamiz, nima u javobgarlik? Что такое, когда мы берем ответственность? Javobgarlikni olishimiz nima degani? Это когда ты осознаешь, что ты хочешь, и что бы ни было, sozдаешь его. Javobgarlik olish degani, bu siz anglaysiz, nima xohlayotganingizni anglaysiz. Faqat xohish emas, anglaysizda va nimadan o'tish kerak bo'lsa ham, siz buni yaratasiz. Qaysi yo'ldan o'tish kerak bo'lsa ham buni yaratasiz. Я работала с oligarxami, то есть официальными millionerами, да, man oligarxlar bilan ishlaganman-da, rasmiy millionerlar bilan. У них такие страхи, ularda shunaqa qo'rquvlari bor, знаете. У них столько тормозов в жизни, hayotlarida shunaqa tormozlari ko'p. Единственное, что они не меняют, но bitta narsa bor, ular o'zgartirmaydigan, это без остановки действовать, to'xtovsiz harakat qilish. И я бы вам хотела бы, чтобы вы себе отметили, va siz o'zingizga belgilab qo'yishingizni xohlagan bo'lardim, чтобы вы действительно без остановки действовали, to'xtovsiz harakatlanishingizni, чтобы вы без остановки создавали, to'xtovsiz yaratishingizni. O'ziga vaziyat hal qilishga asosan nima xalaqit beradi? Qo'rquv, strах. Да, именно. И борьба. То есть страх и борьба, qo'rquv va kurash. O'zingiz uchun bilib oling, что страх будет, страх практически будет всю жизнь. Qo'rquv baribir bo'ladi, qo'rquv bor, deyarli butun umr bo'ladi qo'rquv. Но форма страха будет меняться. Чем больше вы развиваетесь, siz rivojlangan sari qo'rquvingizni shakli o'zgarib boradi. Теперь в этом году, bu yil, в 26-м году, да, в новом 26-м году вся стабильность уйдет. Doimiylik bor-ku hayotingizdagi. Butunlay ketadi. Bundan keyin hech narsa doim bir me'yorda sekin-sekin biz xohlagandek abadiy kelmaydi. Asosan bu yil odamlar aniqlikka yo'qotib qo'yishadi. То есть уже ясности не будет. Нас, знаете, что в основном сужает, bizni o'zi toraytiradigan narsalar bilasizmi nima? Это когда мы боимся что-то потерять. Biz nimanidir yo'qotishdan qo'rquvsak. Когда мы постоянно думаем, что я сейчас потеряю, hozir yo'qotib qo'yaman. Har doim kerak emas narsa chiqib ketsin hayotingizdan. Как люди, так и вещи. Mabodo sizga уже yashashga berishmayotgan bo'lsa, siz o'rgangandaki, как вы привыкли, sizga qulay tarzda, как бы вам хотелось бы, siz xohlagan shaklda, тогда просто отпустите и создавайте новые. Unda qo'yiboringda yangi jarayonni barpo qiling. Если вам сложно
вообще делать переход, да, o'tish qiyin bo'layotgan bo'lsa, если вам сложно осознать что-то, да, anglash qiyin bo'layotgan bo'lsa, самый первый ключ, который вот я везде говорю, это мой ключ. Я постоянно в нем живу. U mani kalitim. Men buni hamma joyda aytaman. O'zim shuni doim qilaman. Это обращение. Запишите, пусть даже было, да, yozgan bo'lsangiz ham, bu murojaat. Вы не будете делать круги, которые будут забирать у вас время. Katta doiralar chizmaysiz, vaqtingizni oladigan, kerak emas yo'llarni bosib o'tmaysiz. Первое — это обращение. Birinchi bu murojaat. Второе — это резко остановить борьбу и сразу создавать. Ikkinchisi kurashni сразу to'xtatib, yaratishni boshlash. Ixtiyoriy vaziyatda yaratishni asosiy quroli bilasizmi qaysi qurol? Slova, so'zlar. Надо говорить, aytish kerak. Очень важно обращаться, juda muhim gap. Это уже первый шаг вы сделали и основной шаг сделали. Bu уже siz birinchi qadamni qo'ydingiz va asosiy qadamni qo'ydingiz. Пришло время, да, shunaqa vaqt keldi, родные, где мы должны действовать. Biz harakat qilishimiz payti keldi. То есть где мы должны идти вперед. Oldinga ketish vaqtimiz keldi. У нас уже не осталось времени, bizda vaqt qolmadi. Где-то qayerlardadir turib qolishga, стоять, где-то ожидать, qayerlardadir kutishga. У нас не осталось времени, bizda vaqt qolmadi. Где-то отказаться от себя, да, o'zimizdan voz kechishga. Пришло время создавать так, как мы хотим. Biz xohlagandek yaratish vaqti keldi. В этом году очень хорошая возможность, в 26-м, 2026-yilda yaxshi sharoit yaratib beriladi, если вы что-то новое хотите. Yangi narsa xohlasangiz, если это переезды, ko'chish bo'lsa, покупка там avtomobili, biror bir mashina sotmoqchi bo'lsangiz, поменять хотите дом, uy almashtirmoqchi bo'lsangiz-da, чтобы вот большого не было, qanaqa katta narsalar bo'lishidan qat'iy nazar, очень хороший год, judayam yaxshi yil для этого. Если у вас есть многие ситуации, ko'p vaziyatlaringiz bo'lsa, желаний, xohishlaringiz, когда вы хотели бы создать ваше желаемое, xohishingizni amalga oshirmoqchisiz, но очень много страхов, которые еще удерживают, да, ko'p qo'rquvlaringiz sizni ushlab o'tirgan bo'lsa, вот пришло время после этой инициации, bu initiatsiyadan keyin keldi vaqt, где вы можете, даже можно сказать, полностью может раствориться 60% страха, да, после этой инициации. Bu initiatsiyadan keyin 60% qo'rquvingiz butunlay erib ketishi mumkin. Вы покинете просто это измерение o'lchami tark etasiz. Но, конечно, после того, как вы закрепите, albatta mustahkamlaganingizdan keyin. Если в 2026 году, agar 2026-yilda у вас вообще активность пропадет, agar aktiv hayotingiz yo'qolib qolsa, не переживайте, hech xavotir olmang. Это нормально, bu normal holat. Просто действуйте как можете. Qo'lingizda kelgancha intilishda davom eting. Не требуйте от себя как-то по-другому быть активным. O'zingizdan boshqacharoq aktivlikka talab qilmang. Эти старые инструменты больше не работают. Bu eski qurollar ishlamayapti. Нет, мне надо вот так, я только так хочу, men bunaqa xohlamayapman, buni xohlamayapman. Вот, да, это уже почти не помогает. Bu deyarli yordam bermayapti. Отпустите все ваши вопросы, qo'yib yuboring har bir savolingizni, которые в 2025 году, если вы по каким-то причинам не успели решить, 2025-yil ma'lum bir vaziyatlarga ko'ra hal qila olmagan bo'lsangiz, вернет вообще вашу жизнь, hayotingizni butunlay boshidan yaratsin, butunlay развернуть, усилить, ochib berilinsin, kuchaytirilsin. Все мои масштабные желания, yuqori masshtabdagi, keng masshtabdagi xohishlarim, plani, rejalarim моя бесконечная функциональность
cheksiz funksionalligim. Раскрыть мои крылья, qanotlarim ochilsin. Крылья свободы, kenglik qanotlari, крылья смеха, kulgi qanotlarim, крылья безусловной любви, shartsiz sevgi qanotlarim, крылья моей совершенной жизни, mukammal hayotim qanotlari. Проявить во мне, собрать все мои части в моем сердце, yuragimda har bir qismlarim yig'ilinsin, namoyon etilinsin. Страх раскрыть сердце к моим желаниям, xohishlarimga yuragimni ochishdan qo'rquv. Страх боли, og'riqdan qo'rquv. Все иллюзии растворить, har bir sarob eritilinsin. Intilish va erishish. Достигать все мои желания и планы, har bir rejalarimni, har bir xohishlarimni. Развернуть мою силу, mani qudratim ochib berilinsin. Для достижения, intilishimga, erishishimga. Инициация передана, инициация o'tkazib berilindi. Поздравляю вас, родные. Tabriklayman har biringizni. Этот Новый год ни о чем нам не говорит. Bu yangi yil bizga hech narsa haqida umuman aytmaydi, bildirmaydi. Просто мы это итог, да, bu ya'ni o'zimizga отчет, ya'ni yakunlash и просто священный переход va eng ilohiy yo'l bilan o'tish, да, на новую ветку реальности. Ya'ni real hayotimizni yangi shoxiga. Да? Завтра как раз с этим будем работать, ertaga bu bilan ishlaymiz. Мы будем запускать самую мощнейшую силу, eng qudratli kuch ishga tushiramiz. Это сила любви. Bu sevgi qudrati. Знаете. Благодарю. Низкий поклон. Я вас тоже целую. Вижу всех. Har biringizni ko'raman. Har biringizni o'pib qolaman. Men ham sizlarni juda ham sevaman, потому что мы едины, chunki biz bitta ongdamiz. Вы это сегодня почувствовали во время инициации. Инициацияда his qildingiz bitta tanadaligimizni, что в одном теле. Счастливо, родные, берегите себя.